Achtani to'qibdi ya qara bolam. Bo'ta barammam. Sottanman. Nechinchi yilsiz ammajonim? Nechinchi yilsiz? Nechinchi yilda tug'ilgansiz? 33-yil. 33-yil. Hozir nechiga kirdingiz? Hozir nechiga kirdingiz? Nechiga kirdingiz? Endi men o'zim 97 deyapman. Ilohim. Shuni qo'ylaman. Undan ham o'tib ketding. Hozir 33-yil bo'lsa. 100 qilpayor. Mayli. 100 ham deyaveraylik. Ag'dan 67 yu bag'dan 25. Xudoga shukr. 97 bo'ladimi? Ko'rsatganiga shukr. Bu yaxshi mana davlatni uyumidan aynalay. Uzoqni yaqin qilgan. Dadaxon tog'ang yaxshi ko'rardi nimada? Meni? Magazinoda. Ishlaganimda. O'sha ishlaganda yuvosh yaxshi. O'shanchin qaynating kelin qilganda. Rahmat, boringizga shukr. Shunaqa bolam. Hamma bolalaringiz duo qilyapsizmi? Hamma bolalaringiz duo qilyapsizmi shunda? Hamma Xudoya kam bo'lmasin. Amin. O'g'ildir, qizdir, meni bolalarimdaqa bo'lsin. Hammani bolasi ahli mo'min bo'lsin. Amin. Yer yuzini duo qiling, yer yuzida butun ahli mo'mindir. Ana kichkina armiyaga bormagan Ma'rifjonni o'g'li Zarif xola bilan Ma'rifjonni ikkovini o'sha hojiga yubordi. Biz qayerda edi? Bizda pul ham yo'q edi. Bexosdan o'sha azizim shuni bo'ying tez harakat qiling dedi. O'zini anaqdek oppoqlari avvalam borganda ikki marta 7 kishi bo'lishi bordi. O'ni qarang. Bizda pul ikki qo'sh yo'q. Bu gamini kelaveradi, ketaveradi, ag'ri bag'da. Mayli, ko'pchilik. Tuzatish, qornimiz sog'liq. Siz o'zingizdan shuncha odam tarqaldi. Ammo 10 kun ichida tayyorlandi. Bolam yuvardi, azizim. Duo qildingizmi kelgan hammalarini? Boringizga shukr. Umrini bersin azizimda. Amin. Endi akasi Toshkentda ham o'qidi, ham ishlayapti. Rol o'ynayapti. Ukini rol o'ynagan ekan. Joningizga shukr. Qarsak urib. Endi men ko'rmasam ko'rganlarcha. Qodirxonda chiqyapti ekan, Qodirxon serialida. Ahli mo'min chiqdi, endi uylab olgan desak, xotin topilmayapti deb kulishyapti. Xudo xolasa taqdir nasib qilsin. Biriga borsa, endi biri To'xtaxon, Yunduzxon bir joyga borsa, o'qiganga beramiz debdi, zo'tda oldi deydi. Endi biri o'g'il taqdir kelib qolsa, Rahimjonni eshigida 2 qiz. Eri Rossiyada o'g'li bilan. Uylarda hamma yo'qda biz borgan. O'zini ham Sottijon doktornikidan olib chiqqanmiz kelin qilib. Endi uylari biz uyi bilan nimishim bor. O'shani qiziga boringlar. Yaxshi Nodiraxonam. O'zimizni eshitdim men 2 jonim. O'shani gapiraman, bilmayman, bilganlarni qilar. Ilohim yaxshi joydan taqdir qilsin hammalariga. Kelinim juda yaxshi. Inobat tillo. Tega o'tir, ko'zing ko'rmasa desa nima deyman? Boringizga shukr. Qiladi, yuvintiradi tirnoqlarni, oyoqlarimni. Odinaxonmi? Oltinbo'ydikimi? Og'zimdan Oltinbo'y ham tillo aytgan. O'shanaqa. Chaqiring deydi. Uni qarang. Qilishsin, o'qisin, bo'qsin Oltinbo'y. Uni qarang. Oltinbo'yga kichkinalikda Sho'ymardonda aydaqa dam oladiganda qilganda ozonda turib yetib borar edim. Shu bo'lib kelardim. Unday 3-4 yashar bola. Doktor bekorga vaqtda bekorga qog'oz beradi, dam oladigan. Endi o'shanaqa qilganlar shashliklar olib berib 12 borib o'tirar ekanman. Mana endi siz o'zi yemay 12 borib o'tirar edi. Deb oltini man mondaqa qiladi. Hozir sizni tavarruk qilyapti. Bari bolalarim yaxshi. Umrlarni bersin. Ilohim, hammamiz ham yaxshi.
O'zingiz yaxshisiz-da, chunki o'zingiz yaxshisiz, ammajonim boringizga shukr. Mana doktorda Tojiddinni o'g'li ikkita qiz chiqaribdi, ko'z doktorni qizi. O'shani akalari ham ko'rgani keldi. Zavodda ishlaydi qollar ham. O'ni qarang. Mana u ko'chada ham Chinorni tagida 3-4tasi kelibdi. Kelganlar bilan ko'zi ko'rmaydi debdi. Aşağıda mehmon qilib jo'natib yubordim deydi buvim. Endi shunaqa ekan bolam. Boringizga shukr. Ko'zim mana monday qilsa mana ko'raveradi. Qo'lingizni ko'ryaptimi? Bilmayman-da. Qo'lingizni ko'ryaptimi? Xudoga shukr. Mana hozir qo'limda ko'ryapti. Meni ham ko'rdingizmi shunda, ammajon? Ko'rganimni aniq bilmayman. Joningizga shukr. Qo'limda sal mana ko'ryapsiz. Ko'ryapman. Ko'z ochiqlarda ham duo qilyapsizmi? Ko'zlaringni qadriga yetinglar deb, ammajon. Ko'z ochiqlar. Ortiqcha dechanim bo'ldi, tavba qildim, astag'firullah. Shunisiga ham shukr qilaman-da. Yer yuzini duo qilib o'tiribsiz, mana eshitib qoldim. Indamay eshitib turdim rosa. Endi oyog'imdan qolmay ana paqadimga borib kelaveraman. Dimiga suyaveraman, bir xo'plam suyib kelaveraman. Mayli-da. Bir xo'plam suyib kelaveraman. Endi o'tiribman. Hammamiz ham hammaga ham kirsin siz yoshingizga. O'sha. Kam bo'lmaydi. Amin, amin, amin. Ham bo'lsa so'rab qo'ying. Ertaga boraman, xudo xolasa ularga. Hammani duo qilib qo'ying, ammajon, bitta yana. Haligi duo qilganingizda yana bitta duo qilib qo'ying. Hammamiz bitta duo qilib qo'ying. Boringizga shukr. Amin. Tinchlik omonligini bersin. Amin. Hamma el urug'imda, To'xtaxonda, Xosiyatxonda, Risolatxonda, nimani Rasuljonda, Abdulhalilda. Xotiringizga. Abdulhalil yomon bo'ldi. Endi xotini rasrat qilib qo'yib